Hürmetli vatandaşlarım, leksimizden ikincisini başlayımız. Türkiye Avrupa'nı göreve aldı. Rusiyaga avarchilik yetib keldi mavzuli xabar 11 ayının 29 günü Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Prezident Erdo'g'an aqliy ish qilishga boshladi. Prezident Vladimir Putin o'xshashla popozni ishiltayotdi. Dünya matbuotları Rusiyaning harbiy aeroplanini Türkiye harbiy aeroplanının urib tushirganligi to'g'risidagi voqeaning taraqqiyotiga asoslanib, dünya matbuotları yuqoridagi xulosaga keldi va yuqoridagi xulosa chiqardi va yuqoridagi mavzu qo'ydi. Lekin ahvolda yana tuyuqsiz o'zgarish yuz berdi. 11 ayning 29 kuni Türkiye Cumhuriyeti bilan Yevropa İttifaqida a'zo 28 davlat musofirlar masalasi bo'yicha birdek kelishim hosil qildi. Bu bir xo'sh xabar, bu dunyo uchun xo'sh xabar. Shundaqla Yevropa ittifoqi bilan Turkiya Cumhuriyeti uchun aytganda yana bu shunday xo'sh xabar. Demak, musofirlar masalasi bo'yicha Yevropa ittifoqi, Yevropa parlamenti bilan Turkiya Cumhuriyeti 28 kuni musofirlar masalasi to'g'risida kelishim hosil qildi. Birdek kelishim hosil qildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Erdoğan bu iş Türkiye için aytganda butunlay bir yangi davrning boshlanishidir. Türkiye prezidenti Cumhuriyet prezidenti Erdoğan bu iş Türkiye için aytganda butunlay bir yangi bir davrning boshlanishidir. İhtimal prezident Erdoğan efendim bu Türkiye için aytganda yangi bir davrning boshlanishidir. Shundaqla dunyoning bundan keyingi tartibi yoki dunyoning bundan keyingi vaziyati, dunyoning bundan keyingi qiyofatiga ta'sir ko'rsatadigan bir davrdir. Prezident Vladimir Putin Türkiye'den kelgan telefonni elishni 2 qatim rad qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 kuni buyruq tushirib, sayohat, savdo tijorat, kishilarning davlatlararo sayohat bilan o'zaro berib kelishi, jihatda Turkiyani embargo qilishni bordi yoki siyosat embargo siyosati yo'l qo'ydi. Rossiya embargo siyosatini jakarlashtirish 2 soat burun Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan afsuslanganligini bildirib, bundaq ishning qayta yuz berishini xohlamaydiganligini ko'rsatgan. Prezident Erdoğan Fransiyada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining klimat o'zgarish yig'inida Vladimir Putin bilan ko'rishishni umid qiladiganligini bildirdi.